Leksimizin devamını devamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Sayın Hanım 14. günü Tayvan'ın Kaohsiung şehrinde Saimping sarıya aldı da Tayvan'ın burcakları geçe, bulun püşkakları geçe yürüyüş kılımızdı ve uyarılarını yorutumuzdu. Şu ardın ikinci baskışının yakımı şu ardın ikinci baskışının başlangıç noktası da bu. Kaohsiung şehri. Kaohsiung şehir başlığı Çingü Hanım emrah oldu. Muhbirlarning ziyoratini qabul qildi. Sayyin Hanım mundaq ko'rsatdi. Men davatgan aloqalashish jumladan Junguni o'z ichiga oladi. Jungu bilan ko'p yo'l bo'yicha, ko'p qatlam bo'yicha aloqalashimiz. Oldingi shart shuki, hamma masalada ochiq yo'roq bo'lishimiz kerak. Demak, Tayvan bilan, Jungu bilan aloqada bo'lamiz. Har ikki taraf barliq masalalar bo'yicha ochiq yo'roq, oshkora bo'lishimiz kerak. Meselelerni ochiq yo'roq oshkora o'ttirib qo'yishimiz kerak. Jungu Tayvan munosabati yangi prezident saylanadigan bo'lg'ach Tayvanda. Jungu Tayvan munosabati Tayvanda yangi prezident saylanadigan bo'lg'ach sezgirlashib ketdi. Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining kotibi Wu Zhaoxining 18-kuni 21-kunigacha Washingtonni ziyorat qilganligi muqimlashdi. 19. günü sayısda doklad sözlep 2016 yıllık Tayvan prezident sayılımının neticesi ve onun mənisiga baha berdiğen boldu Washington'da. O bu qatımki səfərdə Aksaray əməldarları ve devlet məhkəməsi de hükümet əməldarları bilen uçuruşluğanlığı muqimlaşdı. Tayvan Demokratiya Taraqqiyot Partiyasının yuqori qatlamidagilar mundaq ko'rsatdi. Bu Zhaoxining safarga chiqishi allaqachon o'rinlashtirilgan. Sayyin Hanım prezident bo'lib saylanadigan bo'lsa, Jungu bilan Tayvanning o'zaro aloqasi to'g'risida, Tayvanda o'tkazilgan prezident saylimi to'g'risida Amerikada bilim xazisi olimlari bilan keng kushada fikr almashtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvanda o'tkazilgan prezident saylimiga ko'ngil bo'lishiga diqqat qildi. Amerika Sayyin Hanım bilan Junguning suhbat o'tkazishiga kuchlik haydakchilik qildi. Demak, yangi gap o'tganda Mayinju Singapurda Rais Xi Jinping bilan ko'rishdi. Endi agar Tayvanda atayinlik saylamda prezident bo'lib Sayyin Hanım saylanadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi bilan Jungu Kompartiyasining suhbat o'tkazishiga haydakchilik qiladi deydi. Bu menimcha bir yangi tema, ya'ni yangi mavzu ekan.